Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda React'da propslar bilan tanishamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda komponentlarni JavaScript funksiya ekanligini aytgan edik. Funksiyaga esa tashqaridan parametr berib, funksiya ichida ishlatishimiz mumkin. Xuddi shu vazifani komponentlarda props bajaradi. Ya'ni, komponentlarga tashqaridan qiymat berib ishlatishimiz yoki tashqaridan funksiya berib komponent ichida chaqirib ishlatishimiz mumkin. HTML elementga atributni qanday bersak, komponentga ham propsni xuddi shu ko'rinishda beramiz. Buning uchun props nomi yoziladi, undan keyin uning qiymati. Keling, source atributidagi rasm linkini ko'chirib olib, uni tashqaridan props qilib beramiz. Buning uchun props nomini yozamiz va undan keyin uning qiymatini yozamiz. Endi esa mahsulot nomini title nomli propsda beramiz. Bu qiymatlarni komponent ichida ishlatish uchun product card komponentimizning birinchi parametriga props nomini beramiz. Propsning tipi obyekt bo'lib, tashqaridan berilgan qiymatlarni obyektning propertilari ko'rinishida ishlatamiz. Keling endi title nomli o'zgaruvchini o'chirib tashlab, uning qiymatini ham propsdan olib ishlatamiz. Titlening tashqaridan berilgan qiymatini telefonga o'zgartirib, sahifani yangilasak, bizga kerakli natijani olamiz. Keling endi product card komponent ichida propsni konsolga chiqaramiz. Console log props inspect qilib konsolni ochsak, bu yerda obyektni ko'rishimiz mumkin. Dinamik qiymatlarni ham komponentga props qilib bersak bo'ladi. Buning uchun title nomli yangi o'zgaruvchi yaratamiz. Uning qiymati telefon bo'ladi va bu titleni product card komponentga props qilib beramiz. Buning uchun bizga jingalak qavslar kerak bo'ladi. Keling endi count nomli yangi o'zgaruvchi yaratamiz. Konstanta count, buning qiymati 10 bo'lsin. Endi uni komponentga count nomli propsga beramiz. Jingalak qavslar va count. Endi konsoldagi obyektni tekshirsak, obyektda count nomli property paydo bo'ladi. Mana string va number tipidagi qiymatlarni props qilib ishlatishni ko'rib oldik. Endi funksiyani ham ishlatib ko'ramiz. Buning uchun handle click nomli yangi funksiya yaratamiz. Bu funksiya chaqirilganda konsolga click it degan matn chiqsin. Bu funksiyani ham komponentga xuddi shu nom bilan props qilib beramiz va konsoldagi obyektni tekshiramiz. Yangi property paydo bo'ldi. Endi product card komponentimizga o'tib, bu funksiyani chaqiramiz. Undan oldin esa yangi qo'shilgan count propsimizni ham ishlatamiz. Buning uchun soni 2 nuqta, dinamik qiymat bo'lgani uchun jingalak qavslar props.count. Mana komponentda uning qiymatini ham ko'rib oldik. Endi esa handle click funksiyamizni rasmga beramiz. Agar rasm bosilsa, bizni funksiyamiz ham ishlashi kerak. Rasmni bosib tekshirib ko'rsak, konsolda click it degan matn chiqish kerak. Rasmni bosamiz, mana konsolda bir necha marta click it so'zi chiqdi. Biz hamma qiymatlarni propsdan olib ishlatishimiz majburiy emas. Qulaylik uchun JavaScriptning destrukturizatsiya imkoniyatidan ham foydalansak bo'ladi. Buning uchun konstanta jingalak qavslarni propsga tenglashtirib, jingalak qavslar ichida property nomlarini yozamiz. Image URL, title, count va handle click. Endi propslarni chaqirgan joylarimizdan props nuqta qismlarini olib tashlaymiz, saqlaymiz. Natija o'zgarmadi. Destrukturizatsiyani komponentdagi parametr qismida ham bersak bo'ladi. Buning uchun bu yerdagi obyektni ko'chirib olib, parametrdagi props o'rniga qo'yamiz. Saqlaymiz va bizda konsolda xatolik beradi. Bu xatoliklar props qilib berilgan o'zgaruvchilar duplikat bo'lib qolganligi va props degan o'zgaruvchi mavjud bo'lmaganligi uchun kelib chiqadi. Xatolikdan qutulish uchun bu qismlarni kommentga olsak yetadi. Brauzerni yangilasak, konsoldagi xatolik ham ketadi. Propsga default qiymat berish uchun destrukturizatsiya qilgan joyimizda propsdan keyin tenglik belgisini yozib, default qiymatini yozishimiz kerak. app.jsx faylga o'tib count propsni o'chirib tashlasak, UI ga countning default qiymati chiqadi. Endi product card.jsx faylimizga o'tib, default qiymatni 10 ga, keyin esa 120 ga o'zgartirib tekshirib ko'ramiz. UI da kerakli natijani oldik. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda komponentni juft yoki tog' holatda chaqirish mumkin degan edim. Hozir ularning farqini ko'rib chiqamiz. Hozirgi holatda komponentni tog' holatda chaqirib ishlatsak, natija o'zgarmaydi. Keling buni titleni o'zgartirib tekshirib ko'ramiz. Saqlaymiz. Natija avvalgidek.
Endi esa juft holatda yozib, ochuvchi va yopuvchi qismlar orasiga biror matn yozamiz. Masalan, salom. Product card G6 faylimizga o'tib, children nomli props qo'shamiz va uni pastda chaqiramiz. Saqlaymiz. Endi app.g6 fayliga o'tib, salom tekstini o'chiramiz va uning o'rniga hash1 tagi bilan salom dunyo matnini yozamiz va UI'da tekshirib ko'ramiz. Ekranda kerakli natija chiqdi. Children orqali UI elementini komponentga berish card, model va shunga o'xshash komponentlarda ishlatiladi. Bu holatda ularning umumiy strukturasi va stillari yaratilib, ichidagi o'zgaradigan qismi children orqali beriladi. Agar children degan props kerak bo'lmasa, komponentni tog' holatda chaqirib ishlatamiz. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha